Salom do'stlar. Sizlar bilan yana Ason Ason 2016. 2016. Biz hozir ikkinchi kunni boshladik. Ya'ni ikkinchi qism Ya'ni ikkinchi videoni. I Hozir biz bu ason go'sht hozir to'plashimiz hayajonlanyapti-da, o'shaning uchun gapirolmayapti. O'shaning uchun o'zim gapirib beraman. Xullas xonimlarmi, janoblarmi, oliylarmi, hikmatlarmi, balobatdalarmi. Bo'pti, mana u ham gapirsin. qo'yni chopish kerak hozir. Qo'yni chopmaydi, o'ldiray. Gapini qo'shmay turgan. Yoz asalarilarim chaqib o'ldirib seni. Qayerda? Uyasini sindirgan yo'q. Sen bo'tsan, o bo't. Hozir yana qo'y o'ldiramiz. Yana o'ldirdi. Qo'ylardan biriga zomin bo'ladi-da, bu asror 2010. Har bitta levelda bir kun o'tyapti do'stlar. Shuning uchun videoga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Ha, ana bosinglar. Sizlarga ishonamiz. O, mitti qo'ydi bolasi. Qalaysan? Xullas, Asrorjonni og'zi charchar. Shuning uchun gapirmaydi. Qayerda? Gapir bo'lmasa so'qov. Taporimiz sinayib qoldi. Shuning uchun hozir konga tushib ketmasak, qani ketdik qishloq qidirishga. Lekin hayotda qishloq topolmaysan. Qisibdi. Nimani Ha, qisib bo'la. Bu o'zim gapiray deyapti menga. Bu o'zi gapirgisi kelib qoldi. O'zim gapirdim-da, Elamagin, chichbek. Bugun konga tushib ketmayman. O'lib qolasan sheydi yani sen. Shunaqa o'lib o'lib. Videomiz negadir qatyapti. Chunki telefonimiz bas. Agar biz ham kuchayib ketsak, yangi telefon olarmiz. Xullas karochi bolalar. Birinchi qismida men o'ynagan edim. Ana shu men o'ynagan videoga ko'proq like bosinglar. Mana Asrorjon bu videoni eplolmagan. Mana aytdi bu videoni eplolmaydi deb. Yomon tushdik do'stlar. Chunki buni ko'ti bor, ko'tini yuvmagan, tahorat qilmagan, o'ynashni bilmaydi. Shuning uchun meni videoyimga ko'proq like bosing. Sizlarga ishonaman. Agar meni videoyimda Asrorjonning videosidan ko'proq like olsa, men sizlarga o'zim hech narsa bermayman. Lekin to'g'rini bildiramiz. like va obuna isdan chiqmasin. Hozir esa yuramiz. Konga tushib ketdik. Aytdim-ku, bu Asrorjon hech qachon o'ynashni bilmaydi. Shuna Jun qo'yamiz. Jun qo'ymayman. Shuna teshiklarga ham shu uratda Asrorjon o'ynashni bilmaydi. Yosh bola menga sakrab berdi. Agar ulanishib o'ynasak, men bu loyda nima qilamiz? Loyda nima qilsang ham qilaverasın. Hozir qo'yni o'ldiramiz. Do'stlar, keyingi qismlarda ikkalamiz ham birga o'ynashimiz mumkin, ulanishib. Agar iloji bo'lsa, iloyim iloji bo'lsa. Keyingi qismlarda aniq zo'r chiqadi. Hozir biz go'sht yeyapmiz. mollarni chopishimiz kerak. Do'stlar, sizlar albatta like bosib, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda aniq zo'r bo'ladi. Biz ikkalamiz hozir esa mol o'ldiramiz. Qishloqidek zo'r bo'lib ketamiz. Albatta sizlarning yordaminglar bilan. Qishloq endi bo'ta artefakt hurmat qilamiz xolos biz. Aldayapti qishloq legenda. Qishloq Lattaxon. Lattaxon emas, Yakkaxon. Yomon tushdik do'stlar. Lekin suvga. Xullas, hozir men o'ynaganim yo'q. Asrorjon ko'tibok oli janoblar o'ynayapti. Aldayapti, hozir ham o'zi o'ynayapti. Aldayapti. Qo'limdan yig'lab oldi telefonni. Yo'q, skelet. O'lasan, qoch. Shunday ham o'lasan. Hozir esa bitta daraxt chopib olamiz. Senchi bo'tsanda shu bitta skeletdan qo'rqib yuraverasan. Shu skeletni borib yonimga borib o'ldirgan bo'lardim agar men o'ynaganimda. O'ldirgan bo'lardim, sen qaytarib qolding hozir. Men seni lo'qladim shunchaki.
Endi qishloq qidirishga yo'lga otlandik. Aldayapti ba qishloq topilmay, chunki duxiga emas. Ko'tiboqlarda o'zi doim duxiga bo'lmagan. Bu ham birinchi qismda qishloq topolmadi. Men chunki qishloq topishga urinmadim. Urinding. Urinmadim ya. Nima? Minecraftga deyotgan qoch. Minecraft shunaqada deslar. Voy, Nima do'stlar. qilyapsan? Ishlamayapti. Ko'rdingmi, meni qo'lim tegdi, ishlab ketdi. Voy, Cho'ping tapor yasab yo'q olishimiz kerak. Sen cho'p yasashni o'rniga bitta nuqta yasab qo'yding, tugmacha. Tugmachani nima qilasan? Kerak, bolar olib o'raylik. Meni o'rtayring yasab. Hozir esa taporning qabrini yasaymiz, bir yangi taporni yasab olib. Taporning qabrini yasashdan oldin yangi taporni yasab olamiz. Ana. Va hozir esa bitta verstak va Nima deyapsan? Tilingga kelishmay o'lsin. verstakni chopib olamiz. Hozir qabr yasashga vaqtli. Hozir Qabr yasashga vaqtli. sal videoni tezlashtirishimiz kerak edi. Yo'q do'stlar. Nima bo'lganini tushunmay qoldim. Zombi o'yinga tushyapti. O'yinga Boshiga bitta urvoraylik, aqli kirib qolar. tushirgan. Mallattas. Ana aqli kirdi. Aqling kirdimi seni zombijon? Kiradi endi aqli past zombi bo'lganlar. Zombilar o'zi aqli past bo'ladi. Qani endi taporning qabrini yasashga tayyormiz. Sal yuraylik, keyin yasarmiz. Do'stlar, To'g'ri aytasan. ozgina vaqt sukut saqlaymiz. Biz yana qaytdik. Sukut saqlashga o'rin yo'q. Biz faqat gapirib o'ynashimiz kerak. Endi esa biz taporning qabrini yasashimiz kerak edi. Bitta yo'ldan qo'y chiqib qoldi, o'ldirib yubordik. Taporning qabrini Endi ham taporning qabrini yasaymiz. Yo'q, hali vaqtli. Qachon yasaymiz endi? Ozgina yuraylik aylanib. Yasab Voy, Minecraft juda qatyapti. To'g'risi, baribir ishlab ketadi. Bo'ldi, ishlayapti. Lekin o'shandan sal ozgina qattiq ishlayapti. Do'stlar, biz yana ozgina sukut saqlaymiz. Sukut saqlar ekanda. Mana endi esa boltaning qabrini yasaymiz. Bolta demang, Taporning sal ifodali aytadi. Ifodali ayting. Ma'noli aytgin, ma'noli. Hozir mana yasaymiz. Do'stlar, ko'tiboqlar ma'noli aytolmaydi, shuning uchun. Taporda qabrini yasashtirmaysan, chiqoq. Bilaman. Lekin qisib tursang, Taporni tashlab. tashlayman. Ana tashladik. Do'stlar, o'zi telefonda o'ynayapti, shuning uchun ham videomiz qo'tyapti, ham qatyapti. Nima dedim? Ma'noli gap aytdimmi? Qabrini telefonda qilishimiz kerak edi. o'ynaganimiz uchun qiynalib nima deyapman? Qiynalib o'ynayapmiz, ham qo'tyapti. Xato qo'yib yubordik-ku. Endi toshni olamiz va oq junni yo'qotamiz. Yo'qotdik. Endi esa toshlarni qo'li qilib qo'yamiz. Qo'li emas, qabri. Nima bo'lganda ham hech bola. Ana qabr ham tayyor. Endi biz xayrlashib ketamiz. Yo'q, boshini qo'yish esdan chiqibdi. To'g'ri aytasan, boshini qo'yib qo'y. Qani. Voy, Minecraft juda qatyapti. Voy, jinna. Вообще jinna opasi jilla. Ana qo'yib oldik. So'rg'a. Hayır, singan tapor. Sinay turgan tapor. Yo'lda davom etamiz. Menimcha tun ham tushib qolyapti-yu. Endi esa ketdik bo'ldi. Tun ham Sizlar bilan
Menimcha tun ham tushyapti. Endi uxlavorish kerakmi deyman, yo jinday vaqtlimikin? Jinday vaqtli ekanda, jinday Yo'q, yuraverik. to'xta, ana bu joyga borib uxlavoraveramiz. To'xtachi, chicha manzaraga qaraylik. Manzaraning chiroyliligini qarang. Qo'ylar juda ko'p chiqdi do'stlar, lekin Minecraft juda ana katta. endi Xayr divanni do'stlar, qo'yamiz. sizlar bilan yana oson. Xayr do'stlar, keyingi videolarda